Nurg'un tuqqanlarimiz yog' lazi qilganda bevosita lazining ustiga yog'ni qo'ydi. Bunda qilsangiz xatolisiz. Cho'ng ustamlarni deb bermaydigan meg'izliq yog' lazi qilish usulining reseptini bugun oshkorlab o'tmoqchi. Mayli lampong rang pis qilamsizlar yoki nonga milab yemsizlar, ta'ntilinglar qag'idek ajoyib o'xshaydi jumu. Eng avval jirik laza, uvoq lazidan bir chindan tayyorlab olamiz. Undan keyin tuz, zira, azroq ochiq suv qo'yib etamiz. Bunday vaqtimizda lazining ichida kuyib ketishining oldini olib bo'ldi. Endi bularni yaxshi bir aralashtirib olgandan keyin kunjutni azroq silib etdim. Samsaqdan jiqroq axlab mushunda ushaqlab olamiz. Bek ushaq qilib etmanglar. Uningdagi yanaq meg'zi, qo'sing meg'zidan bir piyoldan tayyorlab, buni ezib tayyorlab olamiz. Uningdagi qozonga sal jiqroq may qo'yib olamiz. Men ishlatganim atbuloq birinchi darajalik sig'ir mayi. Atbuloq maylari yerlik usulda tabiiy siqib chiqarilgan, uzuqlik qimmat saqlab qilingan sog'lom may. Ta'mimi shunchalik payzam, tetimliq, mayga shundaq puraqliq, ta'm kichik saykuktat dori-darmaklar bilan ta'mlantirib olsak, shunda mizlik chiqadi. Saykuktatlarni bek ko'ydirib etmaymiz. Shundaq rangi o'zgargandan keyin suzib elib olamiz. Bek ko'ydirib yetib qolsanglar, yog' intayin qirtaq ochiq bo'lib qoldi. Samsaq sağa vaqtimizda o'tni o'chirib yetib turib salamiz, bo'lmasa teshib chiqib ketadi. Undan keyin qo'sing meg'zi, yanaq meg'zidan silib, tekshi aralashtirib olgandan keyin maylasining ustiga qo'yib, yaxshi bir aralashtirib olamiz. Ko'rib turganinglardek mayni 2-3 bilak bilib turib az-azdan qo'yib aralashtiramiz. Bunaqa vaqtimiz lozimiz kuyib ketmaydi, ham shunchalik mizlik chiqadi. Bir şey kelganda yurak berib saqlamasangiz keyin izgan topolmay qolsiz-jimi? Lap gap emas, ma yog'lasining purqi uyning ichida bir oldi ya, nonga milab yeb ketdik. Lampong rang pizig'im mana mushkul usul bo'yicha tayyor qilsanglar bo'ldi.